Şikamatçısı etişini meylen bilimiz bu deymen, lekin ma'atga usul bo'yicha bir sinab beqang, ta'mi tilingiz lam qoldi. Avval bir piyolaga yarim qo'shiq ko'ptirgich, yarim qo'shiq podafin, yarim qo'shiq shakar silib, yozninkidek jilman suv qo'yib, tashshi ilashtirib eritib olamiz. Xamirimizni yug'urib bo'lgandan keyin cho'qim yaxshi ishlaymiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha 5 minutdan 8 minutgacha xamirimizga ravris ishlab, ustini maylab, mush olatda o'rab qo'yamiz. Bu araliqda biz quyruq mayni bak ushshaq qilib to'g'rab olamiz. Shakar mantisiga ozroq quyruq may to'g'rab olsak, mushu sho'rpuluq ham bak qurg'oq chiqmaydi, ham bak yeyishlik bo'ldi. Ko'rib mishakapsizlar, do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni chiqarib berish uchun kunda tirishiman. Qo'llash yuzidan inkasrangachi qaqsiz gullaringlarni avatib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 60 xil darsini 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil darsimizga tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Buning yetarli materiallarni temizlab ko'rib bilib oldinglar qachon. O'zinglarning tayyorlagan qiymasi qarta shakardan 3 qo'shiq, anandagi qar shakardan 3 qo'shiq qo'shib atdiq. Xamirni bek bo'ldirib atmaymiz. Taxminan yarim soat atrofida turgandan keyin videoda ko'rsatgan bo'yicha yumaloqlab, mushkil holatda tugib tayyorlab olamiz. Endi buni o'zinglarning yoqtirishi bo'yicha tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Lekin ma'qul usulning bir sinab baqsanglar bo'ldi, bek chiroyli chiqadi. Bularni tugib tayyor qilib bo'lgandan keyin yana 10 minut yoki 15 minut atrofida ustini yepib qo'ysak, o'zidan birasa yo'g'naydi. Undan keyin qasqonga silib 15 minutdan 18 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Pishgandan keyin 2 minut tindirib olamiz. Shakar mantisining ta'mi gap ketmaydi. Vahshiy o'xshabdi, uzuqlik qimmatim intayin yuqori. O'rganib oldingizmi? Qiynamiz sizmi etib sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.